Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Halol Mehnat kanalida unpacking obzor. Bizning studiyamizda bugun Samsung Galaxy S24 Ultra. Qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek mana biz boshladik. Do'stlar, mana bizning qo'limizda Samsung Galaxy S24 Ultra. Aytishingiz mumkin, bu telefon eski-ku, 2000 yil ancha bo'ldi. Hozir 2026-yilda boshqacha smartfonlar S26 Ultralar chiqib ketganda bu telefonni nega obzor qilyapsan degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Hozir qisqacha ma'lumot berib o'taman S24 Ultra haqida. S24 Ultra 8 GB ichki xotira, RAM 256 GB tashqi xotiraga ega. Ichi ham juda kuchli flagman telefon, 6.2 dyuymlik dinamik AMOLED 2X120 inch ekran, 8 GB RAM va 256 GB xotira bilan keladi. Kamera tizimi 12 megapiksel ultra, 10 megapiksel 3.2 zoom, mana bu menimcha 4000 mAh batareya, 50 megapiksel asosiy kamera deb boshlasam bo'ladi. Yo'q do'stlar, bu o'zi telefon padelka do'stlar. Nega menga buni obzor qilib chiqdim? Bu telefon ustki ko'rinishidan o'ylashingiz mumkin, korobkalari ham S20 Ultra, S24 Ultra mana bu yerda hattoki garantiyali talonlari ham bor. Men ham birinchi ko'rishdayoq buni original telefon deb o'ylagan edim. Afsuski chichorani xom sanagan ekanman. Hozir ko'rsataman do'stlar, mana. Aslida bu telefonni ichki tuzilishi qandaydir A versiyaniki qo'yilgan, shunday ishlanganki padelka. Buni bir akaxonimiz qo'ldan olibdi, metrodan 5000 rublga olingan telefon. Original deb uxlatib ketishibdi. Akaxonimiz menga ko'rsatdi, tekshirib berchi uka degani uchun. Bugun mana qiziqib obzor qildim. Agar aka dedim S24 bo'lsa o'zim olib qolaman degan deb aytdim. Keyin tekshirib ko'rsam, bu o'zi tuzilishi S24, ichki tarafi butun parametrlari, ishlashlari A versiyadan qo'yilgan. Masalan, sotayotgan odam mana parametrini ko'ring deb aldagan bo'lishi mumkin. Parametr lekin 256 GB shunday ishlanganki, mana hatto 256 GB lik parametr urilgan qandaydir qilib. Asligi S24 Ultra ekran bunday kichkina bo'lmaydi, mana bilib turibdi. Mana bu yerda o'sha ekran almashtirilgan. Hamda buni nastroykalarda ham ko'rishingiz mumkin. Yana shu turishiga ko'ramiz, mana face control qo'yilgan. Face control, parol. Telefoni mana kirib ko'ramiz. Telefonida ko'rishingizda mana bu yerga S24 Ultra, yana Android 15 qo'yilganmish. Shunday do'stlar, hamma narsa ko'ringan narsaga ham ishona olish kerak emas. Hamma yaltiragan narsa ham foydali va ishonarli bo'lib chiqmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, mana hozir kameralarni ham tekshirishingiz mumkin. Hech qanaqa asosiy unday nima yo'q. 50 megapiksellik mana kitayskiligi ma'lum kameradan nima o'tmaydi. Boshqa qaytishini ko'ryapsizlar. Boshqa nima video qanday, mana video nastroykasiga kirib ko'ramiz. Hatyabi mana 720 lik. 720 S480. Bu hattoki A versiya emas, qandaydir eski birinchi chiqqan S versiyalarini nastroykalari qo'yilgan. Do'stlar, shunga ehtiyot nima hayot degan maqol bor. Hamma ko'rgan narsalaringizga ham ishonavermang.
Agar o'zingiz tushunmagan narsaga uni foydalik deb o'ylamang. Qachon o'zingiz tushunasizmi u narsani, keyin xarid qiling. Maslahat. Ko'rganingizdek, mana bu kitayskiligi ma'lum. Hattoki A10 versiyalarida ham bundan yaxshi prolajinalar qo'yilgan. Mana hattoki mana galereyaga ham kirmaydi do'stlar. Shunday obzor bugun. Korobkasini ham mana ochib ko'rsatishimiz mumkin. Pustoy nimalari bor korobkasida. Hech narsasi yo'q. Hattoki kabel yo'q. O'shaning uchun do'stlar, bir narsa xarid qilayotganda ehtiyot bo'lib xarid qilinglar. 5000 rublga arzimaydi. Nimaga deganda bunaqa Samsunglar Wildberries osonda 2500-3000 da turibdi-da. Shuning uchun jigarlar ehtiyot bo'lasizlar. Bir narsa xarid ketganda o'zingizlar tushunmagan narsani xarid qilmaslikni tavsiya qilaman. Xayr do'stlar, sizlar bilan Halol mehnat kanali bo'ldi. Ko'rishganda sog' bo'ling.